WhatsApp bola nima gap? Sizlar bilan Mr. Azik. Bugungi videoyimizda anchadan beri YouTube'ga video qo'ymaganim uchun men yangi bitta mero ochdim-da, uyimizni maketini Minecraftda qurdim. Xullas, uy bilan qisqacha sizlarni obzor qilib ko'rsatib o'taman. Bizni uyimizni eshigi katta, lekin Minecraftda bilasizlar katta eshiklar yo'qligi uchun mana shunaqa kichkina eshik qo'yishga majbur bo'ldim. Unida zombi bratimiz o'lmoqdalar. Hop, endi men uyni sizlarga tanishtirib o'tsam. Birinchi o'rinda eshikdan kirganimizda garaj yon tomoni ochiq. Ili bayga adashmasam biz garajimizga ikkita mashina sig'adi. Men bayga 6 mashina sig'adigan joy qilib qo'yibman. Endi hisobga olmayapman hamma bloklarni. Xullas, shuni eshikdan kirib borishimizda o'ng qo'lda katta uy mehmonxonamiz bor. Men bu mehmonxonani bezatishni istamadim. Shuning uchun shunchaga qurib qo'ydim. Biz keyin shu mehmonxonamiz tagi podval. Shu podval ham shu bilan bir xil, unchalik katta emas. Haqiqiy hayotda katta. Men bunda katta qurganim yo'q, chunki nima qaraman katta qurib. Mana shuni olib tashlab ko'zimga vashcha g'alati ko'rinyapti, bo'ldi. Xullas, mana deydi, ayvon bor. Ayvonimiz bor. Xullas, mana ichkarisiga kirsa, biz mana shu yerda Jako bilan o'ynagandik. Jako ham uyimizni bir-ikki marta ko'rgan. Shuning uchun yordamga chaqirdim. Bilmadim, men lekin qanot qurgan. Flip bola. Biling. What the flip deydi-ku. Xullas, qarchi mana u nima endi? Jako kirganda so'rayman shekilli. Men bundan oldin obunachilarim bilan Ender Dragonni o'ldiramiz degan video chiqazdim. Xullas, o'sha videoni olish jarayonida ovoz yozib yuborilmagan, video sifati yomon. Shuning uchun men u videoni YouTube'ga qo'yishni istamadim. Biz ko'rib turibsizlar, barcha xafa bo'ladi deyman. Xullas, mana bu bizning dalizimiz. Bu yerda divan, televizor yoqib olib ko'ray, o'tirib keyinchalik bismillah deb o'chirib qo'yib televizorni. Qarara bola. Ikkita eshikni ochaman, masalan. Texnologiya. Ko'rasizlarmi, ikkita eshikni o'zbeklayapti. Xullas, ikkitadan shkafimiz bor. Keyin o'rtada oshxona joylashgan. Mana shu oshxonaning ichini ham bezatdim. Kelmadim, mana qano bo'ldi desana, bitta ichkariga kirsam, creeper itdan tarqagan paydo bo'lib qolgan ekan. Keyin ashiga portlashga majbur bo'ldi-da. Bu akam uylari, akam uylarida ko'pincha tovuq bo'lgani uchun jo'ja tovuq emas, biling. Nima deyapman? Xullas, jo'ja bo'lgani uchun men ularni jo'ja qilib qo'ydim. Bular katta bo'libdi. Bilmadim qano katta bo'ldi, dedim. Yomon afsuslanyapman hozir katta bo'lganiga. Tuxum tug'di. Bu meni uyim. Meni uyimda o'ng qo'lda shkaf. Bayda ham shu texnologiya. Ili kreslo, xon, divanim va kitoblar. O'zi boshqa hech narsa yo'q. Hazil. Keyin meni uyim yonida hammom bor. Bola mana qarang. Ko'ryapsizlarmi? Shu cho'mir bo'lganiga qo'ysalar shuni uchib qoladi. Buni qilishni bilasizlarmi, bilmaysizlarmi, men bilmadim. Lekin oldin o'rgatib qo'yar. Короче, dispenser qo'yasizlar, drop bermang. Faqat dispenser qo'yasizlar. Ana dropper qo'ysalar, drop nima qilib tashlayapti u? Nima tashlaydi? Agar dispenser qo'ysalar, 2 marta rechani bunda bossalar, mana bu suv quyadi. Keyin короче, mana edi qo'shin diyor loy, shuning uchun biz qiynalib o'tirmaganmiz. O'sha mana tandir yasab o'rganmiz. Keyin qozon, o'choq qana qilishni bilmadim-ku, lekin qivodim-ku, zo'r chiqdimi? Keyin mana edi kichkina bo'lsa ham naviska bor. Bu navisammi? Bu asli bu qo'yxona bo'lish kerak edi. Bilmadim nimaga qilmadim. Xullas, bay moloni, ba'da mollarni yemini solib turamiz.
Lekin yen la'nati. Ye. Bitta zarba bilan kakib qo'ydingmi? Ro'tda endi onangga salom bo'lishing kerak. Короче, mana shu yerda bittasi katta, bittasi kichkina bo'lishi kerak edi, lekin kichkinasi kattalashib qolibdi. Bilmadim qanaqa bo'lgan. Bolalar patologga yorib yubordim-ku. Mana narsa yo'q-ku. Ender marvarid yo'q-ku, bilin. Ender marvaridim bo'lganda hozirgacha men manini tepaga chiqib ko'rsatgan bo'lardim. Nima endi ota-bobolarning usulidanmi? Bu qani Zaynab, Ibi Zaynab. Hoppa. Ha bu versa suyu ko'tarib chiqmaydi. Kiyinma segi. Mana. Ularning patroni qarayapsan, mana bo'lna. Просто masla-ku xullas mana shu yerda somon boboni qo'shin devori. Maqtomonda ham devor bor edi. Loyla bo'lgan shu yoqqacha tortdingmi hamma dedim. Kim? Oyoq qiyshiq. Bile. Qo'li qiyshiq. Qanaqa oyoq qiyshiq? Qo'l oyoqqa qanaqa daxli bor? Faq bile yaqinda jinni bo'laman. Bay hojatxona eshigini hal qo'ymagan ekanman, kiyimimni tovuq bor, огородimiz bor. Keyin to'g'rimiz chiydan makazim bor. Mana men Minecraftda o'zim olamimda narsa qurdim. O'z uyimizning maketini qurdim. Bolalar, sizlar qura olasizlarmi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Agar qura olaman, videosini tashlab berishim mumkin desanglar, men Telegram kanal ochishga harakat qilib ko'raman. Telegram kanal shu videoni отписание stokida kommentariyasida bo'ladi. Shuning uchun shu kanalga o'tib turib, shu videoni tashlaysizlar, men ko'raman. Keyin ular ash kanalga kirsanglar, a'zo bo'lib qo'ysanglar, men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Shu videoni tashlasanglar, agar joy ko'pchilik bo'lsa, 10 balli sistemada baho beramiz-da. Keyin men uyimga ham, men qurgan uyga ham 10 balli sistemada baho beringlar. Meni shu uyni qurish uchun meni 1 soat vaqtim ketdi. Blokkini blokkiga, boshqasiga mana radiga to'g'irlash uchun ham soatlar vaqtim ketdi. Nimaga hamma yerda bunaqa bor desanglar, mana fakil itdan bo'lganlar, it emganlar. Ana uzog'i yoritmas ekan, shuning uchun men narsa qilishni xohlamadim. Hamma yerga bunaqasiga fakillarni terib chiqishni xohlamadim-da. Keyin men qo'ydim. Yaxshi qilibmanmi? Xullas, ushbu kommentariyada 10 balli sistemada baho beringlar, ishonaveringlar, haqiqiy hayotdagi uyim bilan bir xil chiqqan bor-ku. Hech qayerda muammosi yo'q. Sizlar bilan Mr. Azik bo'ldi bolalar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, boya aytganimdek, ushbu uyga 10 balli sistemada baho beringlar. Men bu uyni qilish uchun osonchilik bilan erishganim yo'q, bu uyni qilish uchun. To'g'ri, hamma narsada qiyinchilik bor, lekin bunchalik emas-da. Sizlarga tomini ham ko'rsatmoqchi edim. Ma'lum bir sabablarga ko'ra biz shot yasamaganimiz uchun tomga chiqsa bo'lmayapti. Shuning uchun ming bora uzr do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Mr. Azik.